Assalomu alaykum Aytex.com YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga o'sha bundan oldingi videoyimda qo'ygan sklepda yuklar tushirdik-ku, yangi yuklar. O'shani birma-bir rasvetkalarni anzor qilib bermoqchiman. Oldindan videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlarga foydali ma'lumotlarni birma-bir berishda davom etamiz. Hop, boshladik bo'lmasam. Gulli mahsulotlarimizdan lablilar kelgan, Gucci kelgan, Tiger kelgan, atirgulli, uch xil daraxt va yangi mahsulotimiz mana shu burchada turgan kafilga o'xshagan materialimiz kelgan. Mana buni pastga ko'rishingiz mumkin. Bu menimcha oldi tomoni bo'lsa kerak. Oldi orqasi juda katta farq qilmas ekan, ozgina o'zidan xiraroq ekan. Bu hali O'zbekistonda yangilik. Ko'plar ulgurgani yo'q. Kimga kerak bo'lsa bemalol ulgurib olishlari mumkin. Hop, narxlar bilan tanishtirsam, metraj olmoqchi bo'lganlar uchun, o'zi uchun ishlatmoqchi bo'lgan yoki ozroq metraj olmoqchi bo'lganlar uchun ruparadagi narsa. Hop, davom ettiramiz. Metr 35 mingdan optimal uchlar uchun kelishtirib beramiz optim narxlarda. Tikib sotaman, hamma sharoitlar bor. Etiketka birkalari yo'q, korobkalarini hammasini qayerdan olish, kimga sotish, o'sha narsalarni tushuntirib beramiz. Hop, bu tomonda kapalilarimiz, kapalilarni ham ko'pchilik biladi. Undan oldingi videolarda ham qo'yib ko'rsatib borganmiz. Eni 225, narxi bu ham metr 35 ming so'm, optimga kelishtirib beramiz. Tomondan 2 xil detskimiz, yana gullilarimiz. Do'konda hali polni hammasini bilib tugatib bo'lganimiz yo'q. Hop, tak, bu tomonda gofralarimiz metr 37 mingdan skidka qilib qo'yganmiz. 31-dekabr 2026-yilgacha gofralarimiz 37 mingdan, yana boshqa rasvetkalari ham bor. Hop, biz asosiy fishkamiz barashkalarimiz. Barashkalarimiz metr 55 ming so'mdan. Bu ham shu 31-dekabrgacha 2026gacha amal qiladi. Hop, muammolar hammasini birinchi bo'lib olib kirgan shu bozor bo'yicha o'zimiz. Bundan keyin yana tarqalib ketgan. Hozir vaqtda kimni ko'rsiz muammo olib kelyapti bozorda. Ko'ryapsizlar, o'zi professional mahsulotlar har doim bir qadam oldinda yuradi. Barashka deysizmi, muammo deysizmi, sifati, metraji, qalin yupqaligi, boshqasi hamma narsasi xudo xolisa birinchi o'rinda turadi. Hop, barashkalarimizda 15 xildan oshiq rasvetkasi bor. Bularda O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 220 siz bemalol kishilikka chiqadi. Mana shu rasvetka eng ko'p ketgan rasvetkalardan bittasi. Bular mana yangi kelganlari. Bunisi ham yangi kelgan. Hamma rasvetkamiz xudo xolisa chiroyli talablarga javob beradi. Hop, tashqariga chiqsak, tashqarida ham shu gulli muammolarimizdan metraj o'lchash uchun tayyor qilib qo'yganmiz. Bu tomonda mana kapalilarimiz. Hop, yonboshda barashkalarimiz va gofralarimiz bor. Hop, do'kon manzili mana bu yerda Aytex.com deb katta qilib plakat qilib qo'ydirganmiz. Qo'qon shahrida, Yangi bozor birinchi darajadan o'tganda kirganingizda shu parda qatorida yonida Aytex.com burchakdagi do'kon, ikkita yonbosh. Yonimizda ko'rpachali materiallar sotishadi. Shu do'konimiz har doim muammolar tashqarida turadi. Hop, mana bu Yangi bozor. Ro'parada mana artel ko'rinib turibdi. Shu artel darvozasidan kirganingizda to'g'ri kirib kelasiz. 1 2 3 4 5-qator ekan, material qatorida boshlanish. O'zi Aytex.com deb yozib qo'yganmiz. Bundan tashqari Instagramda ham manzilimiz haqida lokatsiyalar, Telegramda ham lokatsiyalar bor. Batafsil tanishtirganmiz. Hammani kutib qolamiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin yoki pastda qoldirilgan raqamga telefon qilib O'zbekiston bo'ylab dastavka qoldirib olishingiz mumkin.